o'rtog'imdan qarz so'rab chiqaman. Ha? Nimadan boshlasam ekan? O'zi o'tgan safar qarz so'ragandim. Mayli, nima bo'lsa bo'lar. Qo'shni, hozir. Assalomu alaykum. Keling Murodjon. Sizni ham bezovta qildim. Yo'q, ne unaqa deysiz. Nimadan boshlashni ham bilmayotgandim, to'g'risi. O'zingiz bilasiz shu sharoitimni. Bola, chaqa, ro'zg'or degandek. Shunga oldingizga qarz so'rab chiqdim. To'g'risi, men hijolatda so'rayapman. Abba Murodjon, nimasiga hijolat bo'lasiz? Axir yon qo'shnim bo'lsangiz, meni topgan pulimda sizni ham haqqingiz bor. Siz ham hijolat bo'lmang. Hozir shu yerda turib turing, olib chiqib beraman. Hozir Murodjon. Voy, adam keldilar. Assalomu alaykum. Yaxshi keldingizmi? Va alaykum assalom. Yaxshi o'tiribsizmi? Ha, rahmat. Mana o'sha samolyoting. Voy, bu shuncha xarajat qilib kelibsiz. Ish topdingizmi? Osayli oylikka ish topish ham muammo bo'lib qolgan. Voy, unda shuncha narsalarni Qo'shnining oldiga chiqqandim. Qarz oldim. Nima qilibdi? Beradi. Qo'shnisiman-ku. Adasi, siz ham bitta tayinli ish topsangiz bo'lardi. Qachongacha bu qo'shnilardan ha deb yordam so'raveramiz? Sabr qil, havas yaxshi bo'ladi. Ada, o'rtog'im Hamid dadasini aytasizmi? Ha, bola. Men ham katta bo'lsam, o'rtog'imdan qarz so'rab chiqaman. Ha? Voy, meni polvon o'g'illarim, katta bo'lsalaring meni boqasanlarmi? Va uyda kim bor? Ha, aka keldingizmi? Ertalabdan beri telefon qilib xit qildinglar-yu. Bir oydan beri yo'qsiz. Boray oldilariga kirib chiqing. Ha, de. O'g'lim keldingmi? Adamni qarashga odam gaplashib bergan bo'lsam, yo pulini ham o'zim to'layotgan bo'lsam, qaqa qarasa, sasyapti xonalari. Baqirmang menga. Gaplashib bergan odamingiz bir haftadan beri kelmayapti. Nima qilish kerak? Bor bo'lmasa o'zing tozala. Ota faqat bitta menikimi? Shuncha paytdan beri sasuvlarga chidab kelman. Boring o'zingizlar tozalang. Ha, tinchlikmi? Bor adam oldiga chiqqan, bilasan. Adajonim, yaxshimisiz? Nega akamga urishyapti? O'zi sizga yaxshi qarashyaptimi? Senga beradigan mehrim bermay, akalaringga ortig'i bilan berdim shekilli. Yotib qolganimda ortiqcha yuk bo'laman qizim. Adajon, nimaga unaqa deysiz? Akalarimga yuk bo'layotgan bo'lsangiz, mana men sizni uyab ketib o'zim qarayman. Sen bilan keta olmayman. Ertaga mahalla ko'yda akalaringni bosh egib qolishini xohlamayman. Farzandlaridan qaytmasin deb qo'rqaman. Yana qancha umrim qolgan bolam. Adajon, bizani kechiring. Yot kelgan ham yaxshi bo'ldi qara. Shunaqa ko'p yig'ilib tursa bo'lardi. Ko'pchilik og'aylarda pul muammo bo'ladi. Salla bilan bizda pul muammo yo'q-ku. Yaxshi ham borsan Ziyod. Nima deysan doston? To'g'ri aytasan Ali. Ertaga og'ir kunda biz turamiz yoningda. Borlaringga shukr. Rahmat. Bir minut o'rtoq, telefon bo'lib qoldi. Ketdi. Xotinchasiga atchot bergan. To'g'ri aytasan o'rtoq. O'zi puli bormi yo'qmi? O'zimiz ham o'tirib qo'yardi. Har doimgi og'ayni. Akalar shutinglar. Bo'lla. Shot bugun meni hisobimda. Doktor telefon qilib, onangizni yaxshi bo'lib qoldilar-da. Anchadan meni manzalari yo'q edi. Onam borib xabar oling. Sizlar bemalol o'tiringlar. Gaplashamiz yana. Bolla, sizlarning do'stliginglarni ko'rib, juda ham havasim kelib turdi boshida. Lekin do'stlik pul, mansab, boylik uchun qurilmaydi. Meni do'stlarim unaqa emas. Lekin bitta narsani bilib qo'yinglar. Agar kemam teshigi o'zidan chiqadigan bo'lsa, u kema albatta cho'kadi. Yana o'zingizlar bilasizlar. Sog' bo'linglar. Belet bor, konsertga shoshilamiz boshlayapti. Bolalar belet kerak emas ekan. Bo'ldi. Tezroq kiringlar, boshlanadi hozir. Murod, yaxshimisa? Kecha sandan olgan biletlarni hammasini sotib yubordim. Mana puli. Gap yo'q ayni. O'zi pul zarur bo'lib turadi. Erkak kishini lafzi bo'lgani yaxshi-da. Nimaga unaqa deysan? Sayfi 2 oy oldin bir haftaga deb o'rtoq 200 dollar pul oluvdi. Ko'tida yurib charchadim. Yana erkakmish.
Telefon qilsang ko'taryaptimi yoki qochib yuribdimi? Ko'taryapti. Nima ham berdi? Muhlat so'rayapti. Telefon qilsang ko'tarayotgan ekan, muhlat so'rayotgan ekan. Nimaga sen meni oldimda bitta mujikka yer qotsan, hurmatini to'kyapsan? Puli yo'q degani, belabiz erkak emas deganimi shunda? Men to'g'ri tushunmanmi? O erkak. Mana 1 yil oldin qarzga botib, qarzimni bera olmagan vaqtlarim bo'lgan. O'sha paytda shu insonlar menga muhlat bergan. Bir narsani esingdan chiqarmagan. Qarz berishni bilgan, tutishni ham bilish kerak. Bu pul jigardan ayirgan. Agar qo'lida bo'lmasa, libbo erkak kishini belabs qilib qo'yadi.